Hey Yasin, sen burun say жаңылтып баққан, көш жаңылтып баққан. Lekin tushundimi, oltin жаңылтып бақмаған bo'g'iyton. Ey, bu oltinlaring necha pullik bo'lib ketgandi, ha? Altınlarımız 14 kiloga azroq kamlab ketgan. Jami 10 milyon 600 ming qoldi. Qancha emas? 10 milyon 600 ming. Ching'aroqdi Yasin. Hozir yiqiladigan vaqting emas. Bo'ldi. Kartonunuzu götürek. Ig'izdan chaqchaqdekli chiqayotgan bu sonlarni anglab, onun keynidan necha nol bado deb sanayotsan, ha Yasin, ha? Götür. Burası kartonunuzu tekshiraman. Ma'qul. Rahmat sizga. Rahmat. Bundan yana izlayman sizni. Bo'ldi, chataq yo'q. Sodimiz tutug'ini qolsin. Ma'qul. Mana Yasin. 2 kunning oldida oldiga kelsang, inkini igiz ko'tirib olib, sen qapoq ochmaydigan odammi? Mana endi igili turib gap qiladigan bo'ldi. Umumu bu. 10 milyon deydi-ku, ey. 10 milyon degan gap bir ko'ylakda 10 milyoni bor degan gap ku. Boshqalar bayqab qolmasin. Men bu puldar odamlardek muvaffaqiyachi. Qachonlar qarsiga qarab mangdi ekanman. Men bu belni ruslab mangpamdim. Men bu 10 milyonni egisi ey. Tupto, ma'qulni bir tekshirib baqay. Rostla 10 milyon bakan qo'y. Ma bankadagilar tig'maga tozim qiltasli qoldi. Qara, qo'shib ketgindi. Oy, ey, chiroqqa qarab mang'in Yasin. Sana bir ish bo'lib qolsa, 10 million pulni kim xajlaydi? To'xta. Burun meningki avtobus tushgidek bir ko'p pulim yo'q. Sho'nglashqa men piyoda mangdim. Lekin hozir men nima ish piyoda mangaman? Meningki 10 million pulim bor bo'lsa, agar mashindan birazga pokkida usib qo'ysa, mening pullarimni, go'harlarim kimga qoldi? Sho'nglashqichu, men mashinadan birini olay. Ha, menda qiyiqas mashinadan birini olay. Hey Yasin. Burun puling yo'q qo'qib, bankiga mi qarayanmayding? Mana endi bankining oldidagi shirg'imi hayvonni ko'ztalaydigan bo'ldim. Hey Yasin. Tushundimi, ko'rib baqmagan esil mashinalarning qator tizilib ketganini ko'rib, azroq beshing qiyotidi, ha? Yaxshimisiz efendim, siz qanaqa mashinalaringizni? Yaxshimisiz. Sizni so'rab baqqan bo'lsam, mayli Germaniyaninki Benz degan mashina shumi? Ha, osh mashina shu. Yomon chiroyli mashina ekan bu. Albatta chiroyli bo'ladi-da. Nimalik qilmagan bilan markalik mashina emasmi? O'zingizga burun namrat o'tganing bilan xel market o'ynaydi ekansan. Qo'lman nim qo'lman? Maxfiy nomeri 666. Mush mashina oldim. Alashan. Efendim, siz bu mashinani bahsini sormay turibmi oldingizmi? Men o'zim yaxshi ko'rgan narsaninki bahsini sormay ilaylarman. Turasizmi yo chaqchaq qilyapsiz? Voy rost, xotirjam bo'ldingmi? Berib pulni surib ketib kelim. Ömrümde ben maşını sitirib, bu sizdek buna maşını alaydım, kömöptüge mecbur. Siz bekmerdin mi? Kişilgen aşağıdan mert oluş gerek. Buldu efendim, hazır sizge. Esma diyecek böyle. Hey, o'zim yoqtirgan narsalarning bahasini talashmayla eliverme degan gaplaringni ilgari anglagan bo'lsang, o'zingning kulgisi kelib ketar bo'g'iydi Yasin, ha? Efendim, siz su iş geçtirin, ben sizge. Hazırlan diyecek böyle. Rahmat. Acayip ko'ngilni tushundigan obdan qiz olibki, toza usab tug'andim. Oqsarayning suyuna kelibdi. Mashinaning nochiligini, ey. O eshiklarning ochilishimi boshqacha bo'ladi ekan. İçimi shunda rahat o'rindiqlar lim qilib turdi. Paylam shunda esil mashina haydagachga aşı g'adib mangdi ekanda. Men bir oqsov haydab baqay bu mashinani. Mana burun cho'ng yo'lga chiqsang anglayalaydigan mashinaning ovozini hamda o'zing mashinaning ichida turibla chiqara oladigan bo'ldim. Tishingning bardi go'sha debdika.
Emdi seninmi turmuşunun rayetini sürdüğü vaktin geldi. Efendim hem size resmiyetlemezliğe becirip buldum. Ma bu kartınız. Endiki hazır hukuk kuvvesi etmemişti geldi. Ah, rahmat sizga. Sizni so'rab baqolmasam, mashina yarashamdi ki. Elbet yarışıda sizge beklam yarışıptı. Bu kilişken kıyafetiniz elbet yarışıda bu maşina. Her az ma önceden az hitvasam bu diken, siz bek kilişken, bek yumursu dikensiz. Andın bunu diken dostlarınız yakisiz maşinalar aşağısı meni tavsiye koyasız. Ma'qul bo'ldi. Qara. Akam ben sizin sağlıkla. Ma'qul. Ahmet kes hoş kepti degan shu da. Rahmet efendim. Emse hukuk ödemdik. Bu ahvaldan qaraganda bu qiz bilan ancha muncha hikoyanglar bo'lib qoladigandek turdi.